Pam 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 pam. Do'stlar, sizlar shu tamsizlar hammaga salom, men otim Kampod yangi joyimga xush kelibsizlar. Hozir men internetda o'tiribman, buyurtmamni qarab. Sizlarga hali yetmadimman. Men bitta judayam zo'r narsa buyurtma qildim. Bu esa daraxt, oddiy daraxt emas, bu almazli daraxt. Almazli daraxt zakaz qildim. Men eng arzonni qildim, pulim yetadigan. O'shani kutaman kelishini endi. Prosta bir haftadan bitta almazdan olib turaman, o'sha daraxtdan suv quyib. Keldimi deyman. Ishqilib o'sha bo'lsin, qani qarab ko'raylik. Yes, o'sha daraxt ekan, bo'ldi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Almazli, anaqa suvli mashi daraxt o'zi. Yaxshi. Eng arzonni qildim. Men pulim yetadigan Diamond 3 Boss. Yo'q, men Boss qilmadim, lekin men mini qildim. Tushunmadim, adashtirib yuborishmi deyman-a. Bilmadim, mayli ko'ramiz hali. Bo'pti, tezroq qurim ketadi shu daraxtni. Bir haftacha qo'yib turaman, shuni bir haftada bitta almazdan berib tursam yaxshi bo'lardi. Bu yerda qilaymi ekan, yo'g'ay qishloq qilib o'tdi-yu. O'tib yuribdi, yana meni almazlarimga tegishmasin. O'shaning uchun boshqa yoqqa quraman. Mana shu yoqqa yaxshi bo'ladi, uyimni sal yorug'dan. Menga instruktor shunaqa deyishdi, bitta blok oladi, spesialniy blok qo'yishadi, suv bilan to'ldiradi, suvni olib tashlaydi. Chunki ho'l bo'lib qolishi uchun o'sha blok keyin ustiga daraxt qo'yadi deyishdi instruksiyada. Kimnaqa bloklarda mana shu qiyishadi dedi. Bu yoqqa 4 almaz qo'yib chiqaman hozir. 1 2 3 4. Xullas shunaqa deyishdi menga instruksiyada. Endi men kutaman bu daraxt o'sishini. Qanchalik o'sarkina suv quyib turishim kerak ekan. Bir haftalardan keyin bitta almazdan bersa yaxshi bo'lib turar dedi. Bo'pti do'stlar, men bo'lmasam bir pas dam olaman. Shu daraxt o'sgandan keyin 24 soatdan keyin sizlarga videoni yoqaman. O'zimga ham qiziq bo'lib ketadi, qanchalik o'sarkina bu daraxt. Davay bo'lmasam kutamiz. Tampaq. Mana do'stlar, men ishimni qilaman. To'xtanglar. Nomunchi bo'lib ketdi bu. Voy, tushunmayapman. Qanaqa qilib nomunchi katta bo'lib ketdi bu. Voymamni qaranglar, almaz berish kerak edi menga. Qani almaz? Uning tepada almaz bo'lish kerak edi. Lekin almaz beryapti. Hamma yana kuch kerak shekilli, lekin katta bo'lib ketdi juda ham. Men bunaqa sirazi katta bo'ladi deb o'ylamadim. Mayli, men bo'lmasam hozir ishlarimni qilib olaman maza qilib. Keyin men suv quyishim kerak bu daraxtga. Hali pastga suv quyganim yo'q. Shuning uchun men hozir chelakda suv quyib katta qilishim kerak bu daraxt. Yana kattaroq bo'lgandan keyin balkim bir haftadan keyin katta bo'lar. Shuning uchun hozir chelak olib suv quyishim kerak. Qani cheligim, mayli skladdan yumanchiligim, skladdan chelak. Nima bu? To'xtanglar, boshqadan kirib ko'rdik-chi. Ko'zim ko'rmayaptimi? Nima bu? Qanaqa qilib? Voy, ko'zim artori. Qanaqa qilib? Bo'lishi mumkin emas. Nima bu? Men uxlayapman hozir. Men tush ko'ryapman shakla. Bo'lishi mumkin emas buni. Qanaqa qilib do'stlar komment yozib qo'yinglar. Qanaqa katta bo'lib ketishi mumkin bunaqa. Men mini daraxt qiluvdim bu yurtma. Tushundim. Menga demak boss idiyoman daraxtim. Eng zo'r daraxt qilishgan menga. Hozir men kirkamni olib tezroq ko'raychi nima ekan ichida. Rostakasmi almazmikan? Rostakasmi bo'ladi. Demak bu yurtmadan adashgan. Men mini qiluvdim kam pulimga. Bu menga boss buyurtma qo'rishdi adashib. Mana qaranglar do'stlar. Bunaqa katta bo'ladi deb o'ylamadim, lekin to'g'ri adashgandir balkim buyurtma bilan, lekin bunaqa voy, qancha almazni bo'lisizlar. Hozir baqirib yorgim kelyapti-yu meni, lekin tomog'im og'rib qoladi. Haqiqiy almazmikan? Haqiqiy almaz, haqiqiy blok. 9 ta berar ekan almazdan. Haqiqiy blok ekan bu. Vau, yomon baqirib yorgim kelyapti. Emotsiyalarim ushlab turishim kerak, lekin qanaqa qilib bunaqa yozni ham qo'yib qo'yishdi yana. Bemalol chiqib tushishim uchun. Anetda yana daraxtlar bor ekan. Yaxshi demayman, ammo mana shu katta daraxtdan kichkina daraxtlar ham o'sib chiqqan deyman, qorong'i bo'libdi. Mana qaranglar, qizil bloklar ham bor ekan. Davay bo'lmasa ko'proq almazli bloklar ham olaylik. Tushunmadim, nima bu? Ne sunduq turib
Vau, men uxlayapmanmi hozir? Men tushunmayapman-da. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Qanaqa qilib inventarimga sig'maydi buncha almas. Vau, dorim kelyapti, lekin baqirvorim kelyapti, mana qaranglar. Demak, men katta daraxtdan, demak, kichkina daraxtlar ham o'sib chiqqan deb o'ylayman. Bunaqa daraxtlar yo'q edi, menda kichkina daraxtlar, mana yerda oltinli daraxt, izumrudli daraxt, xullas, almasli rudali daraxt, shunaqa ekanda xullas. Mana qaranglar, inventarimga sig'maydi, oltin bloklarni ham olib ko'raychi. Oltin bloklar ham haqiqiymikan? Voy, albatta haqiqiy bo'ladi. Bunaqa qizil bloklar ham bor ekan, zo'r bloklar. Vau, tezroq tepaga chiqib kelyapti. Tepada nima bor ekan? Qiziqib ketyapman juda ham. Mana yerda ham qizil bloklar bor ekan. Bularni ham olib ko'rib ko'ramiz nima bor ekan bu yerda. Xo'p, demak bu yerda ham sunduq bor ekan. Vau, so'z bilan ta'riflay olmayapman sizlarga do'stlar. Qanaqa qilib shuncha bo'lishi mumkin? Baqirvorim kelyapti, lekin rosa baqirvorim kelyapti. Mana qaranglar, bizani qishlog'imiz juda ham kichkina ko'rinyapti. Mayli, mana qaranglar, eng tepasiga chiqaman hozir daraxtga. Mana yerda ham demak shunaqa xona bormi? Bor ekan, bu yerda oltinli. Voy, nima deyishni bilmayapman. Emotsiyam saqlab qolishim kerak do'stlar. Nima deyishni bilmayapman. Men mini kichkina daraxt qildim o'zim sekin katta qilaman deb, lekin bunaqa katta bo'lib ketmas edim. Menga adashib juda ham eng zo'rni bo'sini qilib yuborishibdi-yu, lekin bo'z daraxtga men bunaqa o'ylamadim, bunaqa bo'ladi deb. Demak, bu yerda ham xona bo'lish kerak. Mana bu yerda ham voy bu. Nima qilsam bo'larkan? Shuncha almasni nima qilaman? Boshimga uramanmi? Ko'p deb baba. Mana eng tepasiga chiqib qoldim. Anu nima? Men bu hozir ko'rganim eng tepasiga chiqib qoldim. Ana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu rang-barangli blok. Vau, rang-barangli blok ham bor ekan bu yerda. Nima degani bu endi? Mayli. Yana ham izumrudlar ham. Izumrudlar demak, qanaqadir barglar, almazlar, prosta daraxtlar, anaqa rang-barangli bloklar seminadi deb o'ylayman bunaqani. Shunaqa bo'lsa kerak, lekin vau, nima deyishni bilmayapman do'stlar. Shunaqa kontentga shuncha almas, izumrudlarga like bosib qo'yish kerak, obuna ham bosib qo'yish kerak. Mana qaranglar. Anu narsa-yu bu portalgan xos ko'rasizlar nimaligini. Portalkomni bunaqa qo'yasizlar, bunaqa portal sakraverasizlar. Oy, sekin tushib ketishingiz sarqol tushib ketmaydi hech qilib. Mana buni qaranglar, kichkinaligini bizani qishlog'imizda tushib ketmasam bo'ldi, lekin pastga ana yerda rang-barangli bloklar ham bor ekan. Xullas, shunaqa ekan, bu yerda ham bor ekan. Tushunarli, shunchalik ham omadli bo'lamanmi? Roman Kompot. Vau, ana eng tepasiga chiqdim. Mana rang-barangli blok ham bu yerda bor ekan. Olamiz. Eng tepasiga chiqdim. Cheknometr sunduq bor ekan. Bu nima ekan? Lucky blokmi bular? Ruda blok ekan bu. Agar esingizda bo'lsa, men shunaqa video oldim, Ruda blok ochyapman deb. Agar ko'rgan bo'lsanglar, bu juda ham zo'r narsa-yu. Mana qaranglar, hozir ko'rsataman sizlarga Ruda blok. Ana ko'rdinglarmi qancha narsa tushganini? Vau, mana yerda yana sunduq bor ekan. Bu nima ekan? Pandora box. Vau, shu yetishmay turdi menga. Emotsiyalarimni saqlamayapman do'stlar. Mana shu salut yetishmay turdi o'zi menga. Salutlarni ko'ryapsizlarmi chiroyliligini? Mana almasning izumrudli bloklarga o'xshab. Hozir do'stlar, men temirchiga borib eng zo'r kirka qilmoqchiman. Mana do'stlar, men eng katta levelli kirka qilib chiqdim. Temirchiga ozgincha almaslar berib chiqdim. Mana buni qaranglar do'stlar. Endi vau, mana tez olinishini eng katta levelli kirka bo'ladi. Ichida narsalar ham bor ekan. Namunchi bu daraxt. Endi bu kontentga sizlar obuna bo'lmasanglar, bir million like bosmasanglar, vau, lekin
Yaxshi, bu tuyun narsalar bor ekan. Nima qilaman? Boshimga uramanmi shuncha almasdan? Ko'piyam ko'p deb uchib ketmasam bo'ldi. Uchib ketmasam bo'ldi, lekin xo'p, shuncha almasdan nima qilaman? Olaman. Balkim qishloqlarga tarqatayman. Shunaqa qilaman endi. Mana eng katta levelda kirkani ham oldim. Sekin nima? Do'stlar, tushib ketdim umuman. Mayli. Videoni ham tugatish kerak edi-yu. Do'stlar, nima deyotgandim? Shuncha almasni, izini, shuncha daraxtni nima qilaman deyotgandimmi? Qishloqlarga bermoqchiman. Agar sizlar xohlasanglar, kelinglar qishlog'imga olib ketinglar. Menga umuman jalq emas. Bo'pti do'stlar, men qishloqlarni chaqiraman. Shuncha izunutlarni, almaslarni olamiz endi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosish, obuna bo'lsangiz esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar, sog' bo'linglar. Yangi jo'rachi obuna bo'linglar.